Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana biz bugun Xongiz qishlog'ining 52-maktabida o'zini teplisa yuritib limon yetishtiradigan bog'bon tog'amiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, turibsizlar? Peshana tez yaqinmisiz nima yulyapsiz, ko'tingizni qisib gapiring. Bu teplisani avvalo qilishim uchun mehnat ketgan. Men ham sizlarga o'xshab yoshligimizda o'sha to'p yo'q bo'lsa bakalashga deb katta bo'lgan bolalardanman. Sizlar mana o'zlaringiz ko'rib turibsizlar, bunaqa temirlarni olib keldik Xitoydan. Salafanlar olib keldik, Amerikadan keldi bular qimmat bo'lgan o'yinchilar. Limonlarni endi sentnerda hisoblaymiz, biz ikkilarda hisoblamaymiz, sentrda